Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Cho'pchagim cho'pchak ertaklar to'plamidan ikki echki ertagi. Ikki qaysar echki bo'lgan ekan. Ikkalasi ham o'lgudek o'jar ekan. Na issiqqa, na sovuqqa ko'nisharkan. Kunlardan bir kun ikkalasi anhordagi yakkacho'p ko'prik ustida uchrashib qolibdi. Ikkisidan biri yo'l berishi kerak ekan-u, lekin bunga ularning g'ururi yo'l qo'ymabdi. Bir-biriga jahl bilan tikilgancha, qani qo'lingdan nima kelarkin, degandek turayveribdi. Yo'l ber, debdi biri. Sen yo'l ber, debdi ikkinchisi. Seni deb orqamga qaytamanmi, debdi birinchisi. Bo'lmasa, men orqaga qaytamanmi, debdi ikkinchisi. Anchagacha tortishib turishibdi. Gap so'zlardan naf chiqmagach, ikki echki suzisha ketishibdi. Olisha ikkisi ham holdan toyibdi. Qora terga botishibdi. So'nggi kuchini to'plab, birinchi echki 3 qadam, ikkinchi echki 3 qadam orqaga qaytib, birdan hamlaga otilishibdi. Shoxlariga tegib, chaqmoq chaqqandek bo'libdi. Qars etgan ovoz dalani tutibdi. Ikki echki yumaloq yostiq bo'lib, anhorga ag'darilib ketibdi. O'jarlik, mag'rurlik oqibatida ikkovi ham suvga g'arq bo'libdi.